Amino kalsiy deyiladi. Bu Nilrich korporatsiyasiniki, Nilrich kompaniyasiniki, bizning korporatsiyamizdagi eng zo'r biologik fol qo'shimchalarini yetishtirib beruvchi, o'zini Germaniya standarti bo'yicha javob beradigan Nilrich kompaniyasining mahsuloti bo'lib, bu mahsulotning tarkibida insonni organizmini bilasizlar, bizlarning to'qimamizga bittagina kalsiy bilan to'qimalarni himoya qilib yoki ularni oziqlantirib, to'qimaga kerak bo'ladigan oziqa bilan to'yintira olmaymiz. Uning uchun bizlarga vitamin D, xondrotropin, glikozamin hamda kalsiy kerak bo'ladi. Bu yerda bitta tabletkani o'zida xondrotropin, glikozamin hamda kalsiy miqdori bor. Agarda buni boshqa firmalarning mahsulotlariga solishtiradigan bo'lsak, mana eng oddiy, eng prostoy Sibirskiy Zdarovyani mahsulotlariga qaratamizda, oddiygina xondrotropin bilan glikozaminlik tabletkasini o'zi 500 ming so'm turadi. Biz kalsiysiz. Kalsiyni qo'shadigan bo'lsangiz 700 ming so'mga aylanadi. Bu yerda sizga sirtqi narxi hamkor bo'lmagan holatda ham siz buni 298 ming so'mga ola olasiz. Hamkor bo'lsangiz 149 ming so'mga olasiz. Bu degani bitta tabletkadan kuniga bir mahal ichida 60 ta dona bor. Agar to'qimalaringizda muammo bo'lsa, bittadan 2 mahal iste'mol qila olasiz. Sizga bir oyga yetadigan mahsulot 149 ming so'm. Даже oddiygina kalsiy ham sotib ola olmaysiz ko'chadan buni. Bu yerda u kalsiylardan, mana aptechnik kalsiylarga ahamiyat beramiz. Teraflex degan dorini bilamiz, hammamiz. Teraflexning tarkibida ham xondrotropin, glikozamin, kalsiy yo'q. Teraflex Advance tarkibida ibufeni bor, og'riq qoldiruvchi xususiyati bor. Necha pul turadi? Kamida 200 ming, 300 ming. 350 mingdan 700 minggacha turadi. Ammo ichida 30 ta tabletka bo'ladi, 60 ta kapsula bo'ladi ichida. 2 baravar, 3 baravar qimmat, ammo tarkibi bu BAT gruppasiga kirmaydi, ximический составli. Bu yerda 100% tabiiy. Yaxshi tarafi nimada bilasizlarmi? Nilrich kompaniyasining mahsulotlari eng oxirgi nanotexnologiya, bilasizlar, mayda chastitsalar suv orqali organizmga 100% so'riladigan texnologiya, Germaniya texnologiya asosida tayyorlanib, bu siz organizmga tez yetib boradi, tez yordam beradi. Oddiygina tabletkalar sizni oshqozoningizga tushib, oshqozoningizda faqat so'rilguncha qancha vaqt ketadi? Oddiygina kalsiy glikonat organizmga so'rilish anaqasi jarayoni bor yo'q 3% nigina tashkil qiladi. 97% musor bo'lib chiqib ketadi, so'rilmaydi ko'pisi. Masalan, Germaniyaning yana bitta kalsiy bor, u oldinroq chiqqan mahsulotlar bo'lib, kalsiy detrinikameti bilasizlar, organizmga so'rilishi где-то 30-35% ni tashkil qiladi. Bu esa sizda organizmga 87% dan 100% gacha so'rilish ehtimoli bor, sizning ichak faoliyatingizga qarab turib. Buni ichimsa ham bo'ladi, ichsa ham bo'ladi, faqat kalsiy, xondrotropin, glikozaminlarni iste'mol qilgan paytda ko'proq suyuqlik ichish kerak. Nano texnologiya asosida tayyorlangan mahsulotlar suv orqali sizni to'qimangiz ichiga yetib boradi. Yana bitta zo'r